Birida bir cho'mila o'stan bo'yiga suv ichgil kepti. Suv bor yerga oxir yetib keldim. Cho'mila endi suv ichay deyishiga tuyuqsiz shamol chiqib, uni suvga tushirib etibdi. Qutquzinglar! 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 Men suvga tushib ketdim. Menga yordam qilinglar-chi! Daraxt ustida aram elayotgan kaptar bu ahvolni ko'rib qopti. Voy, cho'mila so'g'ishib ketibdi-ku. Men senga yordam qilay tatib ukam. Kaptar bir tal yopirmoqni tishlab kelib, cho'milaga tashlab beribdi. Bu yopirmoqni ol, ustiga chiqib olgin. Kaptar aka, rahmat senga. Men cho'qib qila olmayman. Cho'mila kaptarga rahmat aytibdi. Hamda u tashlab bergan yopirmoqqa yomishib chiqyapti. Aradan necha kun o'tgandan keyin bir ovchi kaptarni tutyapti. Seni ajab asalib tutib oldim. Endi men seni uyimga olib ketaman. Sen meni to'g'rimdan endi qutquzinglar. Cho'mila yiroq yerdan kaptarning qutquzinglar degan ovozini anglab, shunda qarasa, ovchi kaptarni tutib olgudek. Men amal qilib kaptar akamga yordam qilay. Bo'ldi qil. Endi hech kim senga yordam qila olmaydi. Cho'mila ovchining bo'ynini kuchab tishlab qechibdi. Aka, tez qoching. Men uning bo'ynini tishlab oldim. Voyjon! Voy mening bo'ynim. Meni bir narsa tishlab oldi. Og'rib ketdi. Ovchi og'riqqa chiday olmay, qo'lidagi to'rni qo'yib o'tgachga, kaptar to'rdan qechib chiqibdi. Men seni keyin cho'qib tutib olaman. Ovchi varqirg'inicha turib qopti. Hikmat. Yaxshilik hargiz yerda qolmaydi. Boshqalarga yordam qilganingiz dal o'zingizga yordam qilganingizdir. Karton darsi. Son o'rganish qismi. Bu nima? Cho'mila. Bir tal cho'mila. Bir tal cho'mila. Ikki kaptar. Bir, ikki kaptar. Ikki. Üç cho'mila. Bir, ikki, üç. Üç tal cho'mila. Üç. Vaa, kaptarning og'zida bakchiq yupurmoq bor ekan-ku. Sanab baqayli-chi? Bir, ikki, üç, to'rt. To'rt tal yupurmoq. To'rt. Bir, ikki, üç, to'rt. Vaa, bu tavuzlar kimningdir? Bu tavuzlar mening. Bektat tavuzlar bu. Qani sanab baqmamsizlar. Bir, ikki, üç, to'rt, besh. Besh tal tavuz. Bir, ikki, üç, to'rt, besh. Besh.